Alloh taolo aytib turibdi. Taqvo qil, ustingdan ham, ostingdan ham barakani beraman deyapti. Meni aytganimdan chiqma, shariat doirasidan chiqma, rizqingga baraka beraman deyapti. Robbimiz bizga aniq ishlaydigan formulani aytib tursa, namozni qo'yib do'konda tursak, Alloh taolo zakotni ber, taqvo qil desa, baraka beraman desa, 2,5% qizg'ansak, Ramazonda roza tut, taning sog'lom bo'ladi, rizqingga, umringga baraka beraman desa, issiq hozir desak, qoliga lillahil masalul a'la karrani tablitsasi turibdi, qabul qilmayotgan odamga o'xshaymizda. Usiz ishimiz bitmaydi. Shunday bir formulalarki, tatbiq qilmay ilojimiz yo'q. O'shuning uchun qarangda, o'sha shariat ramkasida qo'lidan kelganicha harakat qilayotgan odamda topayotgan 3-4 chaqasida baraka bo'ladi. O'shuning uchun eskilar bitta ota, bitta ketmoni bilan tirikchiligini nima qilavergan? O'tkazavergan.